Assalomu alaykum mekendeshlar. Hozir mana 7-aprel soat 1 ga qarata aqsh almashinuv bog'lanib bilamiz. Sizlar like bosib qo'llab qo'ysanizlar. Soat 1 bo'ldi. Dollar bo'lsa 88 ga 89, rubl bo'lsa 0.98 tiyinga 1 so'm 120 tiyin ekan. Bu joqda Eko Islamic Bank. Burada o'shanda ekan. O'zbekiston bankda bo'lsa dollar 88 ga 30 tiyin ekan, 89.30. Rubl bo'lsa 98,5 ga 100. O'zgaruvlar bo'lsa sizlar bilan bo'lishib turamiz.